Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Fiqh dersimizin devamı. Erkanus salatı yeni sözlevatkan namazın rukunları. Namazın şartı ise namazın sırtıdaki neslen kösüdü. Namazın rukunu ise namazın ki içindeki neslen kösüdü. Birincisi qiyam turuş bunda boğan. Farz namazlarını örtürüp okuş kadir bulalı adam örtürüp okuş gerek. Hem namazlarını örtürüş kadir bolsun oturup okusun buladı. Lekin sahab okuşmaydı. İkinci rukunu takbiratul ihram. Allahu ekber deb namazga ihram bağlagan iki takbir. Namaz kiriş üçün takbiratul ihram kerek boladı. Allahu ekberden başkası dürüst emas. Namazmış Allahu ekber demey turup Allahu ekber bilen kirmesek bu namaz hesaplanmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını hata okup koygan bu salat deb meşhur bir hadis var. Peygamber aleyhisselam namazını qayta oku deb namıqan. Şu kişiге İza qumta ila salati fekebbir. Namaz okutursan takbir etqin degan. Bu yer buyruq sig'si vaciblikni bildirdi. Şuna takbiratul ihram namazının rukuni. Onun başkanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını tahrimuha at-tekbiru ve tahilluha at-teslim. Tahrim onu haram kılınışı namaz kiriş, namaz haram kılındı mesela gap söz, iş, ucu biçiler. Şu namaz şu tekbir bilen başlandı ve salam bilen yeşildi. Yani salam kılış arkalık, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyiş arkalık namazdan çıktığımız Allahu Ekber deyiş bilen namazda kirimiz. Namazının içindeki ayet şu zikirlerden başka nesle haram oldu. Başka gap sözler namazının şirketlerinden başka şirketler diyendek. Hem üçüncü rukunu her bir rekatta Sür Fatiha'nı okuş. Hem de Sür Fatiha'nı her bir rekat namazda doğru kıraat qıp durup redlik aqaqıdan ayetlerini şuna okuş gerek. Hem bundan mesbuk istisna qıp çıqırıp edildi. Mesbuk degeni imamga iqtida qıp egzidigan cemaatning ichidagi bir kishi. İmam Sür Fatiha'nı okup bulup başka sür başlap bolgan çağda kep qalgan kişimiz mesbuk deymiz. İmam mesela ruku qıvatqanda tapqan bolsa yoki qiyamda turib dahi şunun bilan şu sebepten yoki ruku qıvatqanda imamning qishiga kelgan vaqtda masjidga kirgan vaqtda shu vaqtda tapsa shu holatda yoki Sür Fatiha'ni o'qiyolmay qolsa imam o'qib bo'lgan ekan bu chaqda Sür Fatiha uning gedini saqitib ketadi, u chaqda o'qimasa gunohkor bo'lmaydi deb. Endi Sür Fatiha qanday ahvol ostida namoz o'qigan kishiga vojib bo'ladi, mayli oshkor namozda bo'lsin yoki maxfiy qilgan namozda bo'lsin. Bu ixtilofli masaladir. Mavla kuchli ko'z qarashdan shuni tanlabdi. Mayli imam bo'lsin yoki iqtido qilib egishib o'qigan kishi bo'lsin yoki o'zi yolg'iz o'qigan kishi bo'lsin, Sür Fatiha'ni o'qish kerak. Ammo shu kitobning muallifi tanlagan ko'z qarash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday degan: Sür Fatiha'ni o'qimagan kishining namozi bo'lmaydi, namoz hisob bo'lmaydi. Endi uchinchi rukni ruku. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday degan: Ya ayyuhallazina amanu ruk'u. Ey mo'minlar ruku qilinglar. Unda boshqa yana namozni xato qilib qo'ygan kishiga summarka hatta tatma'inna raki'a. Sen ravurus ruku qilgan holatda turgan deydi ruku qilib. Endi ma'noda ixtilof bo'lmaslar juma Sür Fatiha namozda. Hanafi mazhab unda qarmaydi. Am 5-chi ravurus o'rturg'uchilik rukudan ko'tarilish. Mesela laqim musi salat shuna degan summarfa hatta ta'tadila qa'ima. Ravurus o'rturgan qadar rukudan ko'taril. Ya'ni rukudan ilgirki holatiga qaytib keladi. Mayli u o'rturib namoz o'qigan bo'lsin yoki o'tirib namoz o'qigan bo'lsin. Oysha roziyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namozini sifat haqida shunday degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rukudan beshini ko'tarsa, toki ravurus tuz o'tirib bo'lgan qadar sajda qilmaydi. Ya qoimaga ravurus o'rturib bo'lgan qadar sajdaga ingishmaydi. Yani ruku qilib bo'lib ravurus o'rturib etib, yerim do'ng'uyib o'rturib qo'yib emas. Ravurus tik turib etib,
Andan keyin sajda qiladi deydi. Qoida deb o'qib qopdim, qoima. Endi 6-chi rukuni sajda qilish. Alloh taolo shundoq degan vasjudu sajda qilinglar. Undan boshqa yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iloq kishiga summasjud hatta tatma'inna sajida. Andan ravurus sajda qilgan holatda turg'in sajda qilib. Endi sajda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu hadisida tilqalingan 7 a'zoga bo'ladi. Yani 7 a'zo sajda qilish kerak. Shu 7 a'zolarimizni yerga tekkizishimiz kerak. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu hadis shundoq kelganki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin." Men 7 so'ngakka sajda qilishga buyurildim deb qo'li bilan burniga, ikki qo'liga, alqonga, ikki tizg'a va qadam futninki barmoqlariga ishorat qildi. Rasm ko'rsatilgandek, o'ng tarafga ko'rsatilgandek bo'ladi futning olti. Ammo sol tarafga ko'rgandek bisi ustida bis ostida bunday ko'tarib berib bunday qisib bo'lmaydi. Qo'lni bunday bo'lish kerak. Mana sol tarafdagi rasmdagidek bunday joyniga chapilib olib, qo'sqon chapilib olib bunday o'qis bo'lmaydi. Endi 7-chi rukni sajdadan ko'tarilish. Ikki sajda o'tirsada o'tirish. Yani bir sajdani qilib, anda ravus bir tik o'tirib etib, andan yana bir sajda qilamiz. Sajdani qilib etib, azroqla beshimizni ko'tarib, yana sajdaga tushib ketmaymiz. Tik ravus o'tiramiz. Payg'ambar alayhisalom andan sen beshingni ko'tar, bir sajdadan, birinchi qitim sajdadan, anda ravus mutmain ravus tuz o'ltag'in demakchi, tuz o'tirib etib, anda ikkinchi qitimni sajdaga qilamiz. Ikki sajdani o'tirsa, chuqum ravus bir o'rtirib etish kerak. So'ngaklari qo'rg'ulari, umurtqa so'ngaklari joyiga kelib bo'lib, andan keyin ikkinchi sajdaga qilamiz. 8-chi rukni barliq rukunlardan namozniki bir xil mutmain qalbi tinish, a'zolari joyiga kelish degandek ishlar bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom Musa salat shu kishiga barliq arkanlardan mutmain bo'lishni buyurib, mundaq degan: "Sen namozga tursang, takbir ayt, takbiratul ihrom. Andan ma tayassara ma'aka min al-Qur'on. Qur'ondan xalqan miqdorda o'zing qulay bo'lgan o'qigin. Shu yerdan andan keyin Qur'on Karimdagi faqra'u ma tayassara min al-Qur'on degan oyatdan mana shu mazhabdagilar sura Fatihani o'qish farz emas deb qaraydi. Lekin bu kitobda muallif farz deganni tanlabdi. Andan keyin ruku qilgin, hatta ravus ruku holati bu. Yani joyiga keltirib yerim, angishib qo'yma demakchi. Andan beshingni ko'tarib, taki ravus tik o'rtur, andan sajda qilib, sajdani ravus qil. Andan keyin ikki sajdani o'tirsa ravus bir o'lta. Shuni hammamizni butun namozini shuna qil. Am itminan xotirjam ravus deb tarjima qildim-ku men. Asli ko'ngil xotirjam bo'lish degan gap. Endi ma yuqorida men ravus tik turish yoki tik o'tirish dedim. Buning ma'nosi ham deyim, uning a'zolari qanchalik vaqt az bo'lishidan qat'iy nazar muqim bo'lish kerak va xotirjam bir tinish holat kelish kerak. Ya'ni ikki sajdadan o'tirsa deylik, masalan. Sajda qilmaganda o'ltirgan holatdagidek, shundoq bir muqimlashish kerak, bir joyga kelitish kerak. Ya'ni deyildiki, ayyam kusabi qadari zikril vojib. Vojib bo'lgan zikrning miqdorchilik o'tirdi deydi. Masalan, sami'allohu liman hamida deb shundaymiz, Rabbana va lakal hamd deymiz. Ondan keyin biz sajda yoki ruku quvvat holatlarimizni o'qiydigan duolar bor. Shu miqdorda demakchi. At-tashahhudul akhir val julus lahum. Oxir qatimliq tashahhud va bu tashahhud o'tirish. Birinchi qatim, masalan, 4 rakat namoz o'qigan bo'lsa, birinchi qatimliq tashahhud bu rukun emas. 4 rakat namozning ikkinchi qatimliq tashahhud bu rukun demakchi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hadis shunday kelgan. Bizga tashahhud farz qilinishdan ilgari assalomu alallohi min ibadihi. Bandalardan Allohga salom bo'lsin deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohga salom demanglar, lekin at-tahiyatu lillah, Allohga
salamlar bolsun. Tahiyyat salamның o'rniga tahiyyat salam qilish ma'nosidagi iymon ilinglar demoqchi. Salam degan xotirjamlik degan gap, nima bu salam berish degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga oxirgi ikkinchi qatimli tashahhudda durud salom yo'llash, Payg'ambar alayhisalom shundoq degan, sizlar Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad danglar. Ya'ni ey Alloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamga rahmat qilgan va Muhammad alayhisalomning oilasi va batlariga rahmat qilgan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bundan ortiq qilish loyiq emas. Endi 11-si salam berish va tahliluha at-taslim dedik. O'ng tarafdan bo'ladi assalomu alaykum rahmatulloh deb, sol tarafdan assalomu alaykum rahmatulloh deymiz. Ani sunnat hamda salam qilish sunnat. O'ng va sol tarafdan toki uning enikining oqliq ko'ringan qadar salam beramiz. Ya'ni bu shiraqlar mundaq qilib qo'ymasdan ravurus bo'ynimizni qarib turib, shu mo'r tarafimizga ravurus qarab enigimizni yenimiz tuğadım eniq ko'rgan qadar mundaq yoki kelimiz tuğadım eniq ko'radigan darajada bakroq bo'ynimizni qayraymiz demoqchi. Endi tartib Payg'ambar alayhisalom namozni nihoyatda tartib bilan biz yuqorida o'tgandek tartiblari bilan ashta o'qigan va sallu kama ra'aytumuni usalli mening namoz o'qiganimni ko'rgandek namoz o'qinglar, men qanday o'qimasam shunday o'qinglar degan va bu tartibni namozni xato qilgan kishiga o'rgatgan. Summa deb turib, anondiki bunday qilsa, anondiki bunday qilsa, bu yerdagi summa degan tartibni bildiradigan bog'lig'uchi qo'shimchadan iborat. Endi bu rukunlar mayli qasddan bo'lsin yoki xatolik bo'lsin yoki bilmay qilib bo'lsin tushib ketmaydi. Bu rukunlar bo'lmas qat'iy bo'lmaydi demoqchi. Endi namozniki va rukunlarning hamda vojibatlari. Namazning vojibatlari nima desa, namazning rukunlaridan darajasi jihatda sal tuvan o'rin turdi. Lekin ma vojibni, namazning vojibatlarini qasddan tark etsa namoz baqav ketadi. Agar unutib qilib, xatolashib qilib tark etgan bo'lsa namoz batil bo'lmaydi. Balki sajda, sahvalik sajdasi qilsak bo'ladi. Demak, rukunlardan chataq chiqsam, qanday bo'lishini qat'iy nazar rukunlardan chataq chiqsa savalik sajdasi qilib qo'ysak bo'lmaydi, chuqum shuni qilishimiz kerak. Masalan, bir tal sajdani qilmadi yoki bir tal rukun qilmadi, uni qutuliqlab qilmas bo'lmaydi. Ammo namozning vojiblari qilmay qolib qolgan bo'lsa, qasddan qilmagan holatda namoz bekor bo'lib ketmaydi, savalik sajdasi qilvasi bo'ldi. Bundan dalil Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'lib ketgan qadar bunu davomlashtirib qilgan. Agar unutib qolsa, savalik sajdasi qilibdi, ikki sajda qilibdi. Ham namozning vojibatlari qaysi desa, takbiratul intiqol. Ya'ni bir rukundan yana bir rukunga o'tkazilgan vaqtida namozning bir harakatdan yana bir harakatga takbir aytadi. Bu takbiratul ihromdan boshqa barliq takbirlarni ko'rsatdi. Abu Salama radhiyallohu anhuniki Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu ular namoz o'qib beradi. Haqiqatan pastga ingilsa yoki ko'tarilsa yoki burilsa takbir aytadi va inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Namoz o'qish jihatda men sizlarning aytganlaringizdek Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga namoz o'qishadigan kishi mendirman dedi. Ikkinchi vojib ruku va sajdalarda tasbih aytish. Uzayfa radhiyallohu anhu shunday kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, "Summa raki'a." Anda ruku qilib, "Subhan rabbiyal azim" dedi. Anda sajda qilib, "Subhan rabbiyal a'la" dedi. Subhan rabbiyal azim, Subhan rabbiyal a'la deyish bu namozning vojibatlari. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu shunday kelgan. "Fasabbih bismi robbikal azim." Buyuk Robbining ismi bilan tasbih aytgan degan oyat nazil bo'lgan vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar shu gapni sabbih ismi robbika subhan rabbiyal azim ne rukularlarda danglar. Sabbih ismi robbikal a'la oyati nazil bo'lgan chaqda uni sizlar sajdanglarda qilinglar, sajdanglarda danglar. Subhan rabbiyal a'la danglar deb o'rgatdi deydi. Endi rukun bilan vojibning farqi nima bo'lsa, namozniki. Endi kimki
biran rukuni unutib qolsa, uning namozi faqat shu rukunni qilganda ana sahih bo'ldi. Ammo vojibni, namozning vojibini unutib qolgan kishi, bir vojibni sajda sahvi, ya'ni sahvanlik sajdasi qilib olsa bo'ladi. Buni ham sunnat isbotlab bergan. Davomi namozning vojibatlari at-tasmi' va at-tahmid. Yani semi'allohu liman hamida va lakal hamd, Rabbana va lakal hamd deyish. İmam ve yalğız kişilik namaz okuyan kişi rukudan kötürülgen çağda semi'allohu liman hamida deydi. Anadaki ravrustu boğandikken rukudan beşin kötürüp bulup ravrustu boğandikken semi'allohu liman hamida de boğandikken Rabbana ve lakal hamd deydi. Hem Rabbana ve lakal hamd deyişini ma'mum imamdan kendi erişip iqtida qilib namaz okuyan kişi cemaat İslam boludu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'nun hadisida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan, agar imam semi'allohu liman hamida desa, Allahumma rabbana lekel hamd. Yani bunun ma'nosi hamdi, şundanlar degan bunun ma'nosi Allah onun hamd etgan kishininki şu hamdisini anladı degan gap. Rabbana ve lekel hamd degan, ey Rabbimiz sana hamd sana bo'lsin degan gap. Hem to'rtinchi ruku ve sajdadagi tasbihlardan vojib bo'lgani bir qatim Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la deb bir qatim desak vojib bo'ladi. 3 kichilik desak bu sunnat, hamda mukammal bo'lgani 10 qatim deyish. Rabbighfirli deb ikki sajdaning o'tirsida deyish. Huzayfa radhiyallohu anhu hadisida shunday kelgan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki sajdaning o'tirsida Rabbighfirli deydi. Ey Rabbim meni mag'firat qilgin deydi. Hamda birinchi qatimliq tashahhud o'qish va bu tashahhud uchun o'tirish namozning vojiblaridan. Ikkinchi qatimliq tashahhudni biz rukun dedik, hamda vojib. Vojiblar rukunning farqini deb bo'ldik. Hadis shunday kelgan, sizlar 2 rakat o'ltirsanglar, at-tahiyatu lillahi danglar. Va yaqulu fihi at-tahiyatu o'ltirganda, at-tahiyatu lillahi va salavatu va tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Assalamu alayna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deb shunday deymiz. Lafzi shu. Hamda namozning sunnatlari. Birinchi ikki qo'lni ko'tirish, 4 o'rinli bo'ldi. Takbirat ihrom bilan birga ruku qilganda bo'ldi. Rukudan ko'tarilgan bo'ldi. Hanafiy mazhab ko'tarmaymiz. Shafiy mazhab ko'taramiz. Ma kitobda shu ko'tirishni tilabdi. Birinchi qatimliq tashahhuddan turgan vaqtda yana qo'l ko'tiramiz. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu hadis shunday kelgan. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozni boshlagan vaqtida qo'lni ko'tarilganligini ko'rdim. Hattoki mana shu mo'risning udulda turadi qo'li. Va rukudan ko'tarilishdan ilgari qo'lni ko'taradi deydi. Andan keyin rukudan ko'tarilgandan keyin qo'lni ko'taradi. Ya'ni ruku qilmoqchi bo'lsa qo'lni ko'taradi, ruku qilib bo'lgandan keyin o'rtirgan vaqtda tik turgan vaqtini qo'lni ko'taradi. Ikki sajdani o'tirsa qo'lni ko'tarmaydi. Muttafaqun alayhi hadis. Anadagi yana Abu Humaydning hadisi shunday kelgan. 2 rakatdan o'ndan tursa takbir aytadi. Ana qo'lni ko'taradi. Bu qo'li ikki do'lisining o'tirsida mo'risning udulida bo'ladi. Xuddi namoz boshlaganda takbirat ihrom takbirni to'g'lagandek. Yani 3 rakat namozning 2 rakatida birinchi qatim tashahhud o'tirib bo'lgandan keyin 3 rakat namoz boshlagan gap. Bu chaqdimi qo'l ko'tarish sunnat. Endi ko'tarishning sifati qanday desa, barmoqlarini suzudi, shum bo'lmaydi. Ularning o'tirsinchi echib olmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadis kelgandek, shunday degan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozga kirsa, qo'lni ko'taradi, suzib turib. Yani barmoqlarini bundan jummamasdan, tugmamasdan liq so'zati deydi. Ikkinchi, o'ng qo'lni so'l qo'lning ustiga qo'yish qiyomda turgan vaqtida. Sahl ibn Sa'd hadisi shunday kelgan. Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda o'shunda deydi. Kishilar, ya'ni sahobalar demoqchi. Bir kishi o'ng qo'lini so'l bilikining ustiga qo'yishga buyurilgan namozning ichida. Bilak degan emas, zira' degan. Bilak degan gap, masalan, rasm ko'rsatilgandek bilakning ustiga qo'yishga buyurilgan deydi.
Sahih Muslim ve Bukhari'nin hadisi iken. Manan degdek. Gezme kolunu olsa da bilmem kemmepti var. Bilek, zira diyemem. Bileğini göstü. Vail ibn Hujr'nın ki hadisi şundak ki gene on kolunu sol alqının ki üstüge koydu. Beğişinin üstüge mi koydu? Bileğinin üstüge mi koydu? Yani bileğinizin üstüge koysanız bolken, beğişinizi koysanız bolken alqının dömbüsüge koysanız bolken. Yana bu namazxan qo'lini ko'kragining ustiga qo'ysin bo'ldi, kindigining ustiga qo'ysin bo'ldi, kindigining osti tarafiga qo'ysin bo'ldi. Bu yerda bu masalan aytib kangri nim qilsaq bo'ldi deydi. Endi qiyam turgan vaqtda qo'lni, ikki qo'lni zot ne qo'ygan, buningda aniq bir hadis kelmagan. Biroq men o'ng qo'lni so'l qo'lni ustiga qo'yish ma'noda zira dedi. Manada kef dedi ve rusuk dedi ve sa'id dedi. Yani bileknen, beğişnen alqanın suyu koyusu buldu. Hem de üçüncü sünnet dua'ul istiftah. Allahu Ekber deb tekbiratul ihram. To'lab bo'lgandan keyin, deb bo'lgandan keyin, namoz kirib bo'lgandan keyin o'qiydigan dualıva. Bu sur Fatihani qiroat qilishdan ilgari bo'ladi. Eng afzal bo'lgani sünnette sabit kelgan isbotlangan shu duo zikrlar bilan başlasak bo'ldi namozimizni shuni ergashlasak bo'ldi. Her qatimda her türlük desak bo'ladi. Mesela bu yerda hadis kelgan 3 xil duaul istiftah başlash duosini namozni boshlagancha o'qigan duoni keltirib qo'yibdi. Masalan her qatim namoz tursak her xil desak bo'ldi. Bir qatim man desak bo'ldi, bir qatim man desak bo'ldi, bir qatim man desak bo'ldi. Allohumma ba'id bayni va bayna xatoyaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Ey Allohim, men bilan mening xatoliklarimni o'tirsini, mashriq bilan mag'rib o'tirsini yiroq qilgan. Ey Alloh, meni xatoliklarimni poklig'in, xuddi oq kiyim kirlardan poklangandek. Ey Alloh, meni xatoliklarimdan jug'in. Ne bilen qar bilen suv ve möldirler bilen. Yani mesela Subhanakallahumma bihamdik ve tebarek ismuk ve teala cedduk ve la ilaha gayruk mancıqlıq dişimiz mümkün. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrata ve asila manisek mi boldu. Hem de kıraat kılıştın burun, Sur Fatiha'nı başlaştın burun, et-ta'avuz, a'uzubillahi deyiş. Bunun delili mu? Bunu. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kur'an okumakçı bolsa, qo'g'landi shaytondan Alloh sig'inib panohlik tilagan degan buyruq bor edi. Bismillah deyish. Namozxon Sur Fatihadan ilgari bismillahni yushurun ichida desa bu sunnat. Har qatimliq Sur Fatihadan keyingi qiroatda deydi. Endi payda endi bismillahni oshkor deyish. Bunun ixtilof bor masala. Sur Fatihani o'qigan vaqtda namozda bismillahni ochiq deyish bu sunnat emas, ixtilof bor. Tirmiziy shunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan ko'pincha ahli ilmlar shunday amal qilib kelgan. Ya'ni bismillahni oshkor demak ichida deydi. Debdi. Endi amin deyish. Sur Fatihadan bika bo'lgandan keyin, Sur Fatihani o'qib tugatgandan keyin imom bo'lsin yoki imom iqtido qilib agashib o'qigan ma'mum bo'lsin, har biriga sunnat amin deyish. Agar namoz ochiq oshkor o'qiladigan namoz bo'lsa, masalan bomdodga o'xshash, shamga o'xshash, xutbanga o'xshash, imom bilan ma'mum o'xshash amin deb desa bu mustahab. Payg'ambar shunday degan: "İza ammana al-imam fa aminu." İmam amin desa sizlar amin danglar, chunki farishtalar mu amin deydi. Kimningki amin deyishi farishtalarning amin deyishi udul kelib qolsa, tang kelib qolsa bir vaqtda "G'ufira lahu ma taqaddama min zambi."
Onun ilgirki günahları kechiriladi. G'afara degan asl lug'at emas, yugidi yaptı degan gap. Masalan, mag'firat qildi, Alloh mag'firat qiladi desa, masalan, Allohningki onun günahlarını yugab jazolamasligini ko'rsatdi. Sura Fatihadan ortiq bo'lgan qiraat, ya'ni sura Fatihadan keyin sura o'qish, masalan, oyatlarni o'qish. Bu sunnat. Bunun dalil Abu Hurayra radhiyallohu anhuning so'zi: "Men qara'a bi ummil Qur'ani faqad ajza'at anhu, faman zada fa huwa afdal." Kimki ummul kitob, ya'ni sura Fatihani o'qisa, undan jaiz bo'ladi, gadini saqit bo'ladi, durust bo'ladi. Undan oshirib o'qishchi bu afzal. Endi qiroatni yoshrun va ashkar ichida o'qish. Bomdod namozida va sham namozi, xufton namozini oldingi 2 rakatida ochiq ashkar o'qish bu sunnat. Undan boshqa farz namozlar ichida o'qiydi. Buning dalil Abu Hurayra radhiyallohu anhu'ningki onun so'zi bo'lib, "Fi kulli salatin qira'ah." Her bir namazda qiraat qilish bor. "Fama asma'ana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam asma'nakum." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga anlatqanlarni sizga anlattık. "Ve ma akhfa minna akhfaynahu minkum." Bizden yuşurğanni sizlerden yuşurduk. Yani aşkar okugan bolsa biz aşkar okuduk, yuşurun okugan bolsa biz yuşurun okuduk demekçi. Namazının bazıları aşkar okuludu, bazıları yuşurun okuludu, qiraatleri, ayetleri demekçi. 9. sünnet ruku qilgan vaqtida ikki qo'l bilan barmoqlarni ochgan holatda tizni tutib turish va dumbini suzish, ya'ni dumbini ma'nodek maymoq yerim qilmasdan tub-tuz ruku altida qilish. Shuni mad deymiz, suzishni tub-tuz qilamiz. Andan keyin boshni shu dumbini uduldi qilamiz. Hayalahu degan dumbisning uduli. Mazhar degan dumbis degan. İbn Ömer radhiyallohu anhu'nun shunday kelgan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Agar ruku qilsang, alqiningni tizingning ustiga, ikki tizingning ustiga qo'y, ondan barmoqlaringning orasini och." 10. Ruku va sajda qilgan vaqtlarda ikki biqindan qo'lni jiroqlashtirish, chaplolmasdan marasini ko'rsatilgandek ostidagidek ichib turish. Abu Humayd radhiyallohu anhu'ning hadisi shunday kelgan: "Va tara yadayhi fatajafa an jambayhi." İki tarafdan qo'lini ochdi, yiroqlashtirdi. Chaplolmadi demekçi. Ruku va sajdaning tasbihlardan ziyoda qilish. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday degan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazı bek o'xshaydigan birisini ko'rmadim. Ma yaştimi bekroq. Yani demekçi bo'lgan Ömer ibn Abdülaziz, Emirul Mu'minin Ömer ibn Abdülaziz demekçi. Bunu demek. Fahazarna fi ruku'ihi 10 tasbihat. Onun rukuda tasbihni 10 qatim tasbih etdik deb mo'ljalladik, sanadik yoki. Sajda qilgan chaqdim 10 qatim tasbih aytadigan, subhan rabbiyal a'la deb 10 qatim deydigan, biz buni mo'ljalladik deydi. Yoki sanadik. Endi 12-chi iftirash holatida o'ldirish. Iftirash holatida o'ldirish degani namozxon sol putiningki sol putini bunda asta qo'yib marasini ko'rsatilgandek, furush degan ko'pa asli. Asta ko'p qilgan holatda demakchi, asta qo'yib shu putining ustida o'ltirib, o'sha o'ltirish kerak. Andan keyin o'ng putini tiklab, uning barmoqlarini qibla tarafga qaratib turib, marasini ko'rsatilgandek o'ltirish kerak. İbn Ömer'ninki radhiyallohu anhu shunday kelgan. İbn Ömer radhiyallohu shunday degan: "İnnema sünnetus salah." Namazning sunnati o'ng putini tiklaysa va sol putini bunda yeyib ustida o'ltirsa. Bu xil o'ltirish
birinchi qatımlıq təşəhhüd və iki qatımlıq səcdənin o'ltirsida bo'ldi. O'ltirgan vaqtda. Amma məşhud deb qo'yib təşəhhüd o'xshaydi. İki qatımlıq namazdagi ikki rakatlik namozdagi təşəhhüd shundoq bo'ladi. Amma 4 rakatlik namozningki oxirgi təşəhhüd, yəni ikkinchi qatımlıq təşəhhüd bo'lsa, yəni sham namozning ikkinchi qatımlıq təşəhhüd bo'lsa, namozxon tavarruk oldida o'tirdi. Buning bayoni hozir keladi. Yani 2 rakat namoz bo'lib qolsa yoki 4 rakat namozning birinchi qatımlıq təşəhhüddə resimdə üstüdə göstərilgəndək şu odatda o'tiramiz. Amma 4 rakatlik namozning ikkinchi qatımlıq təşəhhüddə tavarruk oldida o'tiramiz. Tavarruk deganimiz pallakni, kassani yerga chaplab o'tirish. Ma muftarish degani pallakni sol putning ustiga qo'yib o'tirish. Tavarruk degani tavarruk şeklinde oturuş degani kassasini yerga qo'yib o'tirish. Am jalsatul iq'a alal qadamayn. Qadamning ustida, putning ustida o'tirish. Tavusdan shuna rivoyat qilingan. Unda shunda deydi, biz Ibn Abbosga putning ustida kassasini qo'yib o'tirish haqida so'rasak, bu sunnat dedi. Shunda biz uningga inna lanarahu jafa'an bir rajuli. Bu inson nisbatan bir jafa degan bir yatliq, qo'pollik, bir saralıqdek, ta'lim tarbiya ko'rmagandek, kitob o'qimagandek, madaniyatsizlik ko'rinadigan bir ish ekan-ku desak, bu payg'ambaringning sunnati dedi. Müşrik bo'lib tursin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.